Shu YouTube'ga qo'yilgan videomiz 10 ta like bo'lsa, kommentariyaga yozilgan xohlagan shartinglarni biz bajaramiz. Yulduz, qaysi fandan yomon o'qigansiz? Geografiyadan. Geografiyadanmi? Birinchi marta faxrlanadigan eng yaxshi ishingiz? Birinchi marta eng yaxshi ishim bu tikuvchilik. Tikuvchilik qilib ko'rganmiz. Necha yoshingizdagi sevgi eng kuchlisi bo'lgan? 16 yoshda bo'lgan. O'zingizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. 3 ta so'z ta'riflasam, birinchi xarakterim, jahlim tez. Shu narsani toptirmasdan qo'ymayman. Ikkinchi xarakterim u mehr. Bir insonga mehr bergandan keyin o'shandan mehr kutaman. Aldasa, bashasi olib tashlayman. Uchinchisi dagazat qilish, razvor qilish, ketingdan chaynama, yuziga ayt. O'sha narsani bor qilmasdan bashasi kebachish. Keyingi savol, dushmanlaringizdan eng ko'p nimani o'rgangansiz? Dushmanni eng ko'p ishni o'rganmaganman. Halol ishib, halol yeb, halol o'rganganman. Siz uchun baxt nima? Baxt men uchun bu oila. Ota-ona baxti men uchun. Oila. Unga qancha oilaga mehr bersa, shunchasiga Xudo beradi. Shu kungacha yashagan eng baxtli kuningiz qaysi bo'lgan? Shu paytgacha eng yaxshi baxtli kunim bu oilam bo'lgan. Va do'stlarim. Mana shu o'zingizda qaysi iste'dod yetishmayapti deb o'ylaysiz? Men o'zim iste'dod yetishmasligi bu tikuvchilik. Ben bu endi amalga oshirish kech bo'ldi deb hisoblaydigan orzungiz bormi? Bor. Qaysi orzu? Bitta orzum bor, bu sevganimdan ayrilganim. Odamlarni eng ko'p qaysi fazilatini qadrlaysiz? Halol so'z ishlatgan odamni, halol gapirganda. Haqqoniy gapirgan odam menga yoqadi. Yolg'on gapirgan odam menga yoqmaydi. Birovga tuhmat qilsa, birovga uyushtirgan, ketidan chaynagan odam menga yoqmaydi. Qaysi vaziyatda yolg'on gapirishga haqqim bor deb o'ylaysiz? Qaysi vaziyatda bo'lsa ham halol gapirgandan ko'ra, yolg'on gapirgandan ko'ra halol gapirgan yaxshi. Qiynalsangiz shu narsani halol ishing. Demak, yolg'on gapirish kerak emas, a? Yo'q. Yolg'izlik qo'rqinchlimi yoki odamlar? Albatta, yolg'izlik qo'rqinchli bo'ladi. Yolg'izlik, a? Odamlarga maslahat bergan yaxshimi yoki pul bergan yaxshimi? Men fikr bu maslahat bergan yaxshi. Pul topiladi, odamzod topilmaydi. To'g'ri. Obunachilarga gapingiz? Har doim obunachi, har doim halol ishlab, halol yeylar. Birinchi o'rinda ota-ona. Ota-ona aytganini qilib o'qishdan chiqasizlar, uyga borib ota-onani ko'chama-ko'ch yurmanglar. Halol gapim shu. Masalan, o'qidim, ishladim. Halol yeb, halol yedim. Men hozirgacha Allohga shukr halol yeb, halol yeyman. Yolg'on gapirmayman. Bitta rivoyat bor, bo'yningga qilich kelsam to'g'ri gapirib, to'g'ri bordi. Erta bir kun narki dunyo borganimizda Xudo so'raydi. Sen narki dunyoda nima qilding? Birinchi qoshdan so'raydi, keyin ko'zdan so'raydi. Men shunaqa taxtda o'qiganman. Adam rahmat aytgandi, bolam, bo'yningga qilich kelsam to'g'ri gapir. Men yoshim shu xarakterim bor, bashasi o'g'in yaxshi ko'raman. Keting gapiram, bor basharasiga ayt. Shu xarakterim yo'qman. Shu xarakterim boricha meni hozir hech kimga chiqishmayman. Sen bil, men 16 yoshdan sevganim bo'lgan, uni Adam rahmati ajratgan meni. Sen hali yoshsan degan. U bola hali ham bor. Bozorda arava tortadi, qozoq bola. Oramizdan bir tortishmoqlik bo'ldi, shundan keyin aloqani uzdim. Nima uchun? Men obodonga ishga kiraman dedim, bordim. U bola aytdi, men senga dokument qilib beraman dedi. Men tanish doktorim bor dedi. Ertaman soat 7:30-8 uyga bordim. Dezansiz qilib, u mahallaga chiqib ketgan ekan. Aytdi, mahallamiz raisi o'tib qoldi, o'g'li o'tib qoldi. Men aytdim, xo'p, shuni bir og'iz telefon qilib, Yulduz, 1-2 soatdan keyin chaqiraman, kelasan deb aytsa til uzib tushamidi? Xalq aytinglar shuni. Yolg'on gapirgandan ko'ra faqat rost gapirib ketgan yaxshi. Mana Aziz kelyapti. Kelamadimi? Keladi, ishonaman. Ko'nglim bor. Yaxshi ko'rib qolganman, nima qilay? Yurakka bo'ysun bo'lmaydi. Unga qaragan buni yaxshi ko'rib qolganman. Hozir men yuziga aytaman, yaxshi ko'rishimni, sevishimni. Keladi, xursand bo'lib qolaman. Nima uchun? Chunki yuragim urib qolgan, nima qilay? Vaziyatdan foydalanib, do'stlar, sevgiga ishonadiganlar like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xolajon, sizga ham savollarimiz bor. Tayyormisiz? Birinchi savolim, necha yoshdasiz, xola? Men yoshimni bilmayman. Qizlarim bilan esimdan chiqib ketgan bolam. Yoshimda.
Sizni xola deymiz-u, ismingizni bilmas ekanmiz. Ismingiz nima? Zuhra. Ha, Zuhrami ismingiz? Shuncha yil yashab ko'rdingiz, hayotning ma'nosi nima ekan, xola? Hayotni ma'nosi-ku, mana diniga balo keltirasang, uni tartibga olish kerak. Bizning yo'lga yurma. To'g'ri yur. Erta mana nechidan kerkilib, nechidan choy ovqat ichib, ishda harakatini, tomorqa harakatini. Mana davlatga ish yo'qmi? Tomorqaga shug'ullan. Men bo'lsa ketdim bakachga kelgan deb bir og'iz aytaman, men kelguncha o'yim taptoza, ovqatim ham tayyor, choyim ham tayyor, g'avur qilmayman, urmayman, so'kmayman. Bugun ana bo'lmasa erta kiradi. Lekin ikkita qizim ko'zimdan qo'rqadi. Shuncha yoshga kirib qol ko'tarmaganman. Ruhni ham o'ylash kerak. Bobo kalonimiz u dunyoga qaraydi. Ko'zi ko'rmaydi ruh. Qaynotamiz, qaynonamiz, o'tib ketgan bobo kalonimiz ruh ko'rmaydi hech qachon. Urma, so'kma. Bir marta gapir yetadi. Keyingi savolimiz, qaysi tarixiy shaxs bilan suhbatlashib ko'rgan bo'lardingiz, agar iloji bo'lganda? Uni iloji bo'lmagan. Hech iloji bo'lmagan. Yo, kim bilan gaplashgingiz kelardi agar masalan iloji bo'lganda? Iloji bo'lgan ikkita qizimni o'rtaga olib gaplashaman men. Ikkita qizim bilan. Yashab o'tgan hayotingizni kino qilganda qaysi aktyor hayotingizni o'ynashini xohlardingiz? Qaysi aktyor? Qaynonamniki. Qaynonamniki, xo'jayinimniki shu ikkita uni o'rtaga qo'yib ana qilishim kerak. Xo'jayinim ko'p narsani o'rgatib ketgan. Endi uni bolalarimga o'rgatyapman. Qaysi tarixiy hodisani o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishni xohlardingiz? Mana ko'rib o'tiribman dehqonchilikda. O'zimizdan pomidor, bodring, mayda-chuyda chiqadi. U vandobga qilganman uni. O'z qo'lim bilan, o'z ko'zim bilan, kuchim bilan qilganman. Uyimda aldi qishin yozin ko'kmay bo'ladi. Nasib bo'lsa mana berga ham shu ishni qilmoqchiman. Agar bir kun 25 soat bo'lganda, ortiqcha 1 soatni nimaga sarflagan bo'lardingiz? Dehqonchilikka. Dehqon. Tomorqaga. Tomorqaga. Bir hafta internetsiz yashay olasizmi? Internet xayolimga ham kelmaydi. Yo'q, xayolimga ham kelmaydi. Internetga qanday chiqaman, nima qilaman, nima xayolimga ham kelmaydi. Meni esa dardim tomorqa. Bolalarga aytaman, tomorqaga ishlayman, bakkachiga terib, olib keling, sotib keyin nonpon mayda-chuyda olib kelaman. Endi karchka olib kelaman, pomidor olib kelaman, tanishlardan, uni buni olib kelaman. Bolalar ikkalasi o'rtaga qo'yib yeydi. Men bir pela, ikki pela choyimdan bir tikka non bilan yuraman kechgacha. Agar, keyingi savol, hayotingizni noldan boshlash imkoniyati bo'lganida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Nimani? Tovuqdan o'zgartiraman. Tovuq baraka keltiradi. Tovuqni izidan tovuqni izidan qo'yni izidan inak. Shu davomi. Qancha mehnat qilsangiz, rohatini ko'rasiz. Endi keyingi savol, qachon oxirgi marta urushdingiz? Kim bilan urushdingiz? Hech kim bilan urush qilmayman. Menga teginsa bo'lmaydi meniki. Men hech kim bilan urush qilmayman. Mana o'yin tarafimga ayollar va insonlar o'zlari menga salom beradi. Ikki qilov berkilib qoladi ko'chaga chiqqandan keyin. Lukka berkiladi. Quloqingiz yaxshi eshitmaydi? Eshitmayman. Faqat bunda qiladi qizlar, hamsiyahlar, bolalari. Bo'ldi, shu bilan ketaman. Ko'chaga chiqqanda ikki qilov lukka berkiladi. Hech narsani eshitmayman. Keyin u yerga kelgandan keyin quloqim ochiladi. Hayotingizda eng katta erishgan yutug'ingiz nima? Hayotimda eng katta yutuq erishganim agrot. Agrot qilganingizni? Ko'nglim o'sadi. Chunki men kolxozda ishlab ko'rganman, atam bilan. Kolxozda ishlab ko'rganman. Hayotni sizga qilgan eng katta pranki nima? Nima sizga bu hayot prank qilgan? Nimaligini bilasizmi o'zi prank? Beraka ko'p narsani ko'rganman. Transki bo'ldi lekin. U odamni shishanchi jim turadi, odam chiqadiki tansachi, ana shu kaypin tarqaldimi? Bet bo'lmayman. Xola meni kechiring, ichib olib gapiribman deb. Uni ona o'rgatadi. Xolasini onasi o'rgatadi. Ona o'rgatadi.
ona shu bolaga o'rgatgandan keyin ho qiz bo'lsin, ho o'g'il bo'lsin, bo'yniga olish kerak. Bo'yin bo'lish kerak. Birov orqali ish tutmasligi kerak. Kim keladi mani o'yimga? Nima uchun deb uyga kirib telefon qilasan? Hamma seni eshitaman. Lekin eshitmaslikka olib yuraman. Lekin ko'chaga chiqqandan keyin qulog'im lukka yopiladi. Tanish bilishda salom beradi. Eshitmay qolaman bir xil paytda. Kim ekan deb burilaman deb boshim aynaladi. Keyin uyga kelaman. Uyga kelib 1 soat, 2 soat uxlagandan keyin o'zimga kelaman. Chunki yerimda ana qilgan ishlarini esimgacha davni bo'lib qolganman. Davlini oyoqqa tushgan. Shuning uchun mana 1 oy bo'ldi. Davlini oyoqqa tushganimda gripp bo'ldim men. Hali ham kechirmagan odamingiz bormi? Hali ham kechirmagan odamingiz bormi? Kechirmayman. Qilgan ishiga kechirmayman hech qachon. Hech qachon kechirmayman qilgan ishini. Hech qachon. Yurakka qadalib qolgan u. Hech qachon kechirmayman. Lekin men bitta odamim bor, shuni yaxshi muomala qilaman. Bitta odamim bor. Kim tuzingizni yeb, tuzlig'ingizga tupurgan? Bormi shunaqa odam? Bor, peshonamga turibdi. Peshonamga turibdi. Bor, tuzimga tupurgan. O'rib berdim. Ahmoqligimda topib bersin deb turib olyapman. Kim? Bor. Ona o'rgatmasa bala qilmaydigan shuni. Ona o'rgatgan. Yo'q. Aha, nima uchun yashayapsiz xola hayotda? Maqsadingiz nima? Maqsadim ballar tarbiya qilish. Uni buni o'rgatish. Tovoq qoshida u soat 4 dan 5 dan turib, kechqurun issiq suv qiladi-da. Tovoq qoshida yuvadi. Men yotaman. Bittasi idishda o'ldiradi, bittasi idishda yuvadi. Ertaman keyin ikkalasi bekor bo'lsa, men indamay ketaman, bagajga kelsam usti boshim toza. Oyoq kiyimim toza. Ovqatim tayyor, choyim tayyor. Nima deb ballar ikkita so'kaman, nima? Nima ayb uchun so'kaman? So'kmayman. Obunachilarga gapingiz? Nima deb so'kaman? So'kmayman. Hammasi ham xudo boshqa tayyor. Mana endi kir ustimani uyga bo'laveradi. Ha demay bakalchka kirganga bakalchka endi chang bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ballarni urishmaylar, so'kmaylar. Qiz ballarni toboq qoshiq, choynaklarga yuvishni o'rgatinglar. Usti toza bo'lsin. Bir xil paytda o'taman, atir sepish mumkin emas qiz bolaga. Shikatirga qilish mumkin emas. Xudoni berganini buzmaslik kerak. Kiprikni ko'tib bo'yamaslik kerak. U Xudo bergan husnni buzmaylar. Ani ko'ziga mana kiprik qo'yib, labini boteks qilib, ani ishirib, pishirib yurgan qizlarga nima degan bo'lardingiz? Yo'q, mumkin emas. Xudo bergan husnni buzmaylar. Husnni buzmaylar. Kanalni bo'yiga ham aynalmaylar qizlar, yigitlar bilan. Yuradimi? Suv kamaygan paytda yurish mumkin. Suv ko'paygandan keyin kechqurun olib chiqmaylar. Ko'zim bilan ko'raman, indamay ketaman. Nima qotgan bo'ladi u yerda xola ular? Sigaret chaqadi, not chaqadi, achchiq. Qizlar hammi? Ha, qizlar ham sigaret chaqadi, not chaqadi. Ota-ona bilsin. Otadan pul so'rab qayerga borasizlar? Sigaret chaqasan, not chaqasan. Ko'rmay turibmanmi? Ko'rib turibman. Insonlar kimni bilasiz? Agar birinchi bo'lgandan keyin pajarni keladi, mashina keladi, quva bo'ladi. Kimni eshitib o'tiribman bir xil. Anaviga tushadi, suv ko'paygandan keyin achchiqlanib, men otaman o'zimda kanalgan. Ota-ona nima qiladi? Kimni sho'ri? Ona bilan otani sho'ri. U odam nima qiladi? Men bilmayman, sherzani bo'yniga olmaydi. U ichgan bo'ladi inson. Hozir nima ko'p zonadan chiqib kelgan, zonada qo'yib bergan odamlar ko'p. Shuni unutmanglar qizlar. Maktabga boryapsam, direktorda zavedishning gapini olingizlar. Shuni unutmanglar. Gapim tugadi. Hozir biza Dilbar bilan blitz savollar qilamiz. Tayyormisiz Dilbar? Birinchi savol, Dilbar, necha yoshsiz? 42 yosh. Aha, necha yoshda turmush qurish kerak deb o'ylaysiz? Iloji bo'lsa, turmush qurishmi? Uni esdan chiqarib, ishlab o'qish kerak. Shunaqa deysizmi? Nechta farzandingiz bo'lishini xohlaysiz? Xohlamaysizmi? O'g'il yoki qiz demoqchi edim o'zi. Agar pulingiz ko'p bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? Pulim ko'p bo'lganda, birinchi o'zimga uy olardim boshqa joydan. Siyni ko'zini operatsiya qildirardim. Keyin onamni oyoq qo'llarini davolardim.
Sizga nima yoqmaydi? Nimani o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz? Yoqmagan narsa. Mhm. Eng yoqmagan narsa bu insonni xarakteri yoqmaydi. Mana bu yomon inson bor. Qo'pol, yo'q narsani bor qil, bor narsani yo'q qil, o'sha yoqmaydi. Hayotda maqsadingiz? Hayotda maqsadim olg'a yo tikuvchi, onani ishlab, onaga qarash, doktorlik. Qaysi ovqatni yaxshi ko'rasiz? Non palov. Non palov? Qanaqa u? Jerkov. Ha. Non palov bo'lsa sabzi, kartoshka, piyoz, pomidor qovuradi. Go'sht, mol go'shtini yaxshi qovurib, dimlab. Eng katta qo'rquvingiz? Eng katta qo'rquvim. Qanday? Eng katta qo'rquvim. O'ygandan javob berish. Eng katta qo'rquvim, qo'rquv. Oshdan qiynalish, ishsizdan ishsiz qolishdan qo'rqaman. Eng yomon odatingiz nima? Yolg'onni gapirishni yomon ko'raman. Eng yomon odatim g'iybatni yomon ko'raman. Yolg'on aytishni. Qachon eng katta afsus qilgansiz? Qachon eng katta afsuslangansiz? Eng katta afsuslanganim bu Lukovda ishlagan vaqtim sakrashini bo'shatib yuborganim. Aybsiz. Yemirga so'msak pul to'lash. Nima bo'lgan? Unda singlim Lukovda ishlaganimda singlimni kim bo'lsa ham 6 million oylik beramiz. Tog'da ish borda mol boqasan deb oyog'ini sindirib olib kelib tashlagan. Sababsiz. Sevimli aktyoringiz kim? Yunxe. Yunxemi? Yunxeni yaxshi ko'radiganlar bitta like bosaveringlar. Dizayner bo'lgan. Katta bo'lganingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Katta bo'lsa ham orzu qilganingiz bo'ladi? Katta bo'lgan orzu qilib, birinchi uy olib, keyin o'qib, uy olib, yo tikuvchi, yo dizayner yoki doktor. Uchta. Lekin bo'lmadi. Do'stingiz bormi? Do'stim bor. Kim? Vahob degan bola. Uchqizilda. Obunachilarga gapingiz? Eng yaqin do'st ota-onangiz, singlingiz, opangiz. To'g'ri do'stim bo'lgan. Uchqizilda Vahob, Zuhra, Faruq, ular yaxshi do'st bo'lgan. O'shanda adam rahmatli bo'lganda kelib turardi, xabarlashib. Gulnoz hamsamiz bo'lgan. Oybuxor opa klinika yaqtishardik, Norxol opa birgalashib, hazil-huzul qilib, gaplashib, unda pul bo'lardi, uyimizda hamma narsa bo'lardi, xudoga shukr. Eng yomon ko'rgan narsam o'g'irlik, yolg'on aytish. Eng yomon ko'raman. Masalan, bir kishi o'g'irlikni o'rgatamiz. Qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi. O'g'irlik o'rgata olmasa hech qachon. Xola bilan suhbat. Xola shu o'tmishingiz haqida bitta gapirib berasizmi? Nima qayerda yashagansiz, yoshligingiz haqida bitta gapirib bering obunachilarga. Men turmizga tug'ilganman. Men chaqaloq bo'lganman. Biz egizak bo'lganmiz. Chaqaloq otamni xolasi eshitib, meni ina sutimga katta qilgan. Ina sutimga katta qilgandan keyin men voyaga yetkazalgina esarib, desetga borakanman, desetga bormas edim men. Bir qo'lim kirdan chiqmasdi, bir qo'lim taydan chiqadi, ikkinchi qo'lim inaydan chiqmasdi, o'rtoqlar. Meni so'zim shu. Ana shu voyaga yetgandan keyin bitta sog'liq inaga bor, shu bilan kun ko'raydi, onam ekanmiz. Otamning xolasi u. Otamning xolasining qo'li katta bo'lganman. Katta bo'lgansiz? Otam toqqa katta bo'lganman. O'zim qaysi tog'da? Zarabog' tog'. Bitta narsani ko'rgandan keyin, men bitta nishonga urgandan keyin umrbod menga yetadi shu anavi. Yesimga tushaveradi. Balalarga bir boshdan aytib beraman. Soat 3dan 4dan tur. Osmonga qarab bitta shom yulduzi ko'rsa bo'ldi. Barakasini beradi. Bitta shom yulduzi ko'rsa, avval ilgari svit bo'lmagan. Oldingi vaqtlardami? Oldingi vaqtga svit bo'lmagan, faqat lampa bilan katta bo'lganmiz. Bu otamning xolasi bunday uy bo'lmagan, qari uyga katta bo'lganmiz. Qari uyda ichiga pechka bo'lgan. Bitta lampa bilan katta qilgan. Kunduz kuni men paxta egiraydim. Paxta chigillaydim, jun tutaydim. Ikkalasini izma-ketin bugun bunisini keyingisi boshqasi. Keyingisi jun. Junni bo'la qilib egirib qo'yaydim. Onam uni oq kraskaga, ko'k kraskaga bozorimni sherib otadi. Dehqonchilik qilaydim o'zim. Qo'limga katman bel tushmas edi. Bir yilga bir marta otam kelaydi. Otam kelib
singillarim opalarim sog'inaydi olib boraydi bir oyga ham turolmas edim Nega? toqqa tirmashaydim kolxozga ishlaganman restoranga ishlaganman yoshligimga Yoshing- Aksent bo'lganmisiz? yoshligimda restoranga ishlaganman kolxozda ishlaganman ana shu yoshligimni eslab ikkita qizga aytib beraman man chirchiq xalq ana shu voy onam shu Qachon kelgansiz Chirchiqqa? chirchiqqa kelganimga ancha yil bo'ldi Nechinchi yilda? 2003 kelganman 2003-yilda Chirchiqqa kelgansiz. 2003 ga Nima bilan kelgansiz? Qanday kelgansiz? endi qanday tushuntirsam ekan shunday ish bo'lganku xo'jaynimda qoli gul bo'lgan el xalqi boqdi qarabog'larni divan qilaydi kreslo qilaydi sandiq ramka qilaydi Hunarmand bo'lgan ekanda. Elisetka ishlaydi 1 so'm 50 tanga oylikka yashaganmiz 1 so'm 50 tang oylikka shu oylikka qanaqa qilganmiz bitta o'zimiz ikkita mana bu kichkina beshga chaqaloq buni maktabga o'qiyaydi bir oylikka yashaganmiz mayda shoshmay turdim sen kunduz kuni smenaga ertamana ketaydi ertasi 8da kelaydi shunga qaramay sandiq qilaydi eshi ramka qilaydi Eringiz ismi nima bo'lgan? yerimda ismi Narman bo'lgan ochilib Narman bo'lgan siniki Hozir qayerda? yumaloqqa qo'yilgan O'tib ketganlar. o'tib ketganlar o'tib ancha yil bo'ldi bular yosh qolgan keyin Nimaga o'tib ketganlar? Yosh kattamidilar? yosh katta emas yurak kasaldan yoshligida yurak kasaldan bilmagan ekan keyin kech bilib qoldi o'zlari inak qildik vandokda inak qildik qo'y qildik qo'yni bir cho'ponga man ishga chiqqanda qo'yni bir cho'ponga berib cho'pon bermay ketdi surishtirib o'zim ko'rdim qarabog'lar bergan ekan qarabog'lar alam qilgandan keyin ular tegdi nega kallasi o'zlari ishlaydi uni Nima bilan hozir tirikchilik qilyapsizlar, xola? bakalchka mana shuni o'ylab mehnatdan qaytmaganni shuni o'ylab ana shuni o'ylab shu ishni bo'lib qoldi endi ona yurtda onasi jon chiqmay turib menga so'z bergan men ham so'z berdim ramkadan chiqma ramka nima degani buzilib ketma ana shu man ushlagan joyimda yurmay qo'ymayman Chirchiq xalqi shuning uchun man bakachka teraman man mana yuzimiz bo'ylab betimga aytinglar o'zimdan gapirmaylar betmi agar keyin ana bo'lsa mana katta darvozadan kelingizlar bolalarda qizlarda o'g'ilda armiyaga ketadi uylanadi bir kun emas bir kun mana uylanadi o'zi hamma nima deydi o'zini jufti bilan to'g'rimi Dilbarni menga berasizmi yo'q nimaga Dilbar xola ro'zg'or qilish kerak ro'zg'orni mana endi bilayapti man nechidan terkilaman nechiga ovqat qilaman nechiga choy qilaman u ukaga o'rgatadi uka shunga qarab ish tutadi kattadan kichkina o'rgatadi onasimi xolasimi yoshidan nima tarbiya qilgan bo'lsa uni esidan chiqarmaydi miyadan qoladi joyiga onam shunday tarbiya qilgan ekan mani o'g'il bo'lib deb miyaga qolib ketadi bir ish bo'lsa chopadi Chirchiq bo'yicha chopadi tarqatadi uni eshitib yuribman hammadan eshitib yuribman mayda desatda balları meni ko'rib salom deydi chig'ayapsizmi chig'amanmi yo'qmi singani va nevara maktabni qanday tarbiya qilyapsan ota ona nima qayerga qarayapti bitta duo qilib qo'ying obunachilarni ko'rayotganlarni rahmat sizlarga obunachilar rahmat bozor ayniqsa bozor dehqon bozorlar ko'katni mayda chuydani ho'l mevalarni ko'taringlar lekin narxini pasaytiring iltimos qilaman ko'katni ko'payib ketdi Chirchiq xalqi ko'payib ketdi menga non bergichil menga non berayotgan insonlar rahmat sizlarga bitta mana anamga solishkaga bor unga ham rahmat aytaman ballayni umrini barakat topgir yana bitta qizim bor doim arzon beradi pomidor bo'lsa ham yering damas haydaydi Bashirda magazin ochgan bo'lsa sog' bo'l omon bo'l ballaringni ham ehtiyot bo'lgin bo'pti mayli xudo yor bo'lsin qizim senga ham navoiy ulim pastiyani bakachga terganing bakachga yig'ib qo'yganing uchun rahmat senga rahmat aytaman kattadan katta rahmat ballarni boshiga omon eson yur ballaringda aql bo'lsin velik haydayotgan o'lingga ham rahmat aytaman ehtiyot bo'lgan o'lim velik haydayotgan navoiy ehtiyot bo'l oyog'ingga qarab
oyog'ingga qarab veliga haydagin, ko'zingga qarab atrofga qarama. Ehtiyot ko'chaga mashina ko'p, shu kuni ko'rib qoldim, haydayapsan zing'illab turib. Ehtiyot bo'lgin bolajon, nevaram. Onam menga mana bakachga terib yig'ib qo'yadi. Non so'rasam non beradi. Umringdan baraka topgan amin Alloh akbar. Kattalar, umringdan baraka topgur. Doim ustimni uchasan, men qayergasam o'zimni virtatma jo'naysizlar. Men shergaman. To'rga yoshim ketgandan keyin sekin yurayapman. Sekin yuraman. Eslayman yoshligimda. Yoshligimda eslayman nima bo'lgan, nima qo'ygan. Havlama kirib kelsang, peshonangdan kir siysang deb aytaman. Lekin kirib kelgandan keyin uraman to'rga. To'ppa-to'g'ri uraman. Eski hamsayam bor. Eski hamsam ikkita hamsayam bor. Domga turganmiz. Qayerga bo'lsang ham yering joni omon bo'lsin. Qisang to'lab pul bo'lsin. Otini aytmayman, otini ham bilmayman, boshqasini bilmayman. Mana 3 ta qizim bilan onasi chet davlatga yurgan bo'lsang, eslanaman yurgan, qisang to'lab pul bo'lsin. Menga ot qo'ygan uchun rahmat, tezroq qaytib kel, balang boshiga men Alloh akbar. Onamga akalarim onamga akangiz borib ko'rib keling desam bormayman, o'g'illarim qolib ketadi deb aytadi. Mani ukam yo'q hayotda, akam ham yo'q edi. Mana bu yoqda akam rosa ko'p. Ertaman soat 6-5 dan turib g'u uchishadi. Onam bo'lsa, mana sanlarga mushu tayoq ko'tarishadi. Ona ko'tarmang desam, o'zim tug'ib tashlaganki, hali guvohnomasini ham izlayapman, topa olmayapman deb rosa hazil qilishadi. Sizlarga ham rahmat yordam berganlaringiz uchun. Sizlar uchun ham duodaman. Rahmat akalarim. O'rtoqlar, kech bo'lishiga qaramasdan soat 10 bo'ldimi? 10 bo'ldi. Biz ovqat qilamiz. Dilbar nima ovqat bu yog'i? Mana ko'rishingiz Men mumkin. oddiy xamir mantiga o'xshash pishiryapman. Uyda ishsa yog'ida o'shanga pishiryapman. Ko'rasizlar, hozir birgalikda tatib ko'ramiz. O'rtoqlar, уже qorong'i tushib bo'ldi. Bizning ovqatimiz ham pishyapti. Jarayonda Yulduz, Dilbar, o'zi kech payt nechida uxlaysizlar? Endi yaxshi kino bo'lsa, ruskiy o'zbekcha kino bo'lsa 12, 12:30 da uxlaymiz. Kino ko'rib uxlaysizmi? Kino ko'rib uxlaymiz dam olib. Chotki. Keyin ertalab soat turishim 3-4. 3-4larga ham turaverasiz. Nimaga deganda yumuq 8 ishlaganmiz, domda ishlaganmiz, 3-4 dan turib tayyorlanib turadi 5 da. Bizning odatimiz kechqurun soat 10, 11, 12 da uxlaymiz. Ertaman soat 3-4 dan turamiz, qorong'uchi. Obedda uxlaysizlarmi, uxlaymizlarmi? Obedda uxlasak 1 soat, 2 soat bir yotamiz, keyin uyqumiz kelmasa O'zi hamma obedda uxlash kerak, to'g'rimi? Chunki ano bodri bo'lib turadi. ertaman turgan, sahar turganda obedda где-то 1 soat, uzoqda 2 soat uxlash kerak. Chunki deganda miya pishmas, keyin bosh og'riydi, asab o'ynaydi, nerv chiqib boshlaydi, janjal urish qiz keladi. O'shaning uchun har kuni 1 soat, 2 soat obed uxlash kerak. To'ppa-to'g'ri. Odamga miya dam olish kerak. Dam olmasa foydasi yo'q. Уже soat o'rtoqlar, ovqatlarni yeb oldik. 12 bo'ldi. Dilbar, siz qayerda uxlaysiz? Ko'rsating. Men onamning orqasida uxlayman. Agar onam orqasida uxlamasam, bezovta bo'laveradi. Nega? Ertaman 3-4 dan turaman, pechkada suv qizdirib qarasam men yo'q, oldimga borib oladi. O'rganib qoladi. Sizchi? Devanda. Bu yoqda. Sizchi xola? Oldimda yotadi. Onam bilan opam pastga, men tepada uxlayman. Chunki deganda ichi og'riydi, meni otishga harakat qiladi. Ha, tepa. Amamda taxtalar karavot bor edi, sal tapchanga o'xshaydi, lekin yotsa tag issiq bo'ladi taxtadan. Nasib qilsa endi bilmadim buni. O'rtoqlar, men shu yerda uxlamoqchiman. Menga sabr tilaylar. Yavoy joydami? Obunachilarim, yaxshi dam olinglar. Sizlar ham yaxshi dam olinglar, aziz ham yaxshi dam olsin. Hammalar yaxshi dam olinglar. O'rtoqlar, bizani YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki obuna bo'lmasanglar, keyingi kontentimizni o'tkazib yuborasizlar. Kommentariyada agar shartinglarni yozsanglar, 10 mingta like yig'sa shu videomizni xohlagan shartinglarni biz bajaramiz.